Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, xonimlar va janoblar, aziz san'at ixlosmandlari. Good evening, distinguished guests, ladies and gentlemen, and dear participants of the third International Forum of Maqom Arts. Mumtoz musiqani hamda maqom san'atini ulug'lashga bag'ishlangan 3-chi xalqaro maqom san'ati anjumanining tantanali yopilish marosimiga xush kelibsiz. Anjuman doirasida o'tkazilgan ijodiy uchrashuvlar, mahorat darslari hamda konsert dasturlari xalqlar o'rtasidagi madaniy aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. The creative meetings, masterclasses and concert programs held within the framework of the forum serve to the further strengthen cultural ties between nations. Jahonning turli mamlakatlaridan tashrif buyurgan yuzlab ijodkorlar o'z mahorati, maqom san'atiga bo'lgan yuksak ehtiromini namoyon etdilar. Hundreds of artists from different countries of the world demonstrated their skills and high passion for the art of Maqom. Endi esa ijozatingiz bilan tanlov ishtirokchilarini odilona